alaykum, hurmatli o'quvchilar. Bugun sizlar bilan sanoq sistemalari haqida gaplashamiz. Ya'ni sanoq sistemalar o'zi nima, qanday sanoq sistemalari bor va ikkilikdan o'nlikka o'tish va mantiqiy amallar haqida gaplashib olamiz. Ko'pchilik o'quvchilar bu sanoq sistemasini oson emas, qiyin deb o'ylaydi, bir ko'rishda tushunarsiz deb o'ylaydi, lekin bu juda oson hisoblanadi. Judayam oson. Xo'sh, o'zi sanoq sistema nima? Sanoq tizimi sonlarni maxsus belgilar, ya'ni raqamlar to'plami yordamida yozish usuli hisoblanadi. Sanoq tizimining pozitsion va nopozitsion ko'rinishlari mavjud. Nopozitsion sanoq tizimi rim raqam bilan, pozitsion sanoq tizimi esa biz o'zlarimiz o'rgangan, ya'ni arab raqamlari bilan yoziladi. Xo'sh, pozitsion sanoq tizimida o'rniga qarab raqamni qiymati o'zgarib boradi. Masalan, 34 soni 4 ta birlik va 3 ta o'nlikdan iboratdir. Agar ularni o'rnini almashtirsa, 43 soni hosil bo'ladi. Bu son 3 ta birlik va 4 ta o'nlik mavjud. Ya'ni 3 ning qiymati 10 marta kamayadi va aksincha 4 ning qiymati 10 barobar oshadi. Xo'sh, sanoq sistemalari nechta? Sanoq sistemalari asosan 4 taga bo'linadi. Lekin undan tashqari ham sanoq sistemalari bor, lekin asosan 4 ta qismga bo'linadi. Ikkilik sanoq sistemasi, 8lik sanoq sistemasi, 10lik sanoq sistemasi va 16lik sanoq sistemasi. Xo'sh, ikkilik sanoq sistemasi 0 va 1 raqamlardan iborat bo'ladi. 8lik sanoq sistemasi esa 0 dan to 7 gacha bo'lgan raqamlardan tashkil topgan bo'ladi. 10lik sanoq sistemasi 0 dan 9 gacha 10 ta raqamdan iborat. Ya'ni 0 ni birinchi raqam deb olamiz, 9 esa 10-chi raqam hisoblanadi. Keyin 16lik sanoq sistemasi. Bunda 16 ta belgi bor. 0 dan 9 gacha va A dan F gacha. Ya'ni 0 dan 9 gacha son yoziladi, keyin 11-chi raqam qilib A olinadi va eng oxirida 16-chi raqam qilib F harfi olinadi. Bu yerda quyidagicha ko'rinish bor. Ko'rib turganingizdek, ikkilik sanoq sistemasi 0 va 1 lardan tashkil topgan. Birinchi raqamlari 4 ta 0 va oxirgisi 4 ta 1. Xo'sh, 8lik sanoq sistemasi 0 1 bu yerda yana davom etgan, 17 gacha davom etgan bu yerda. 10lik sanoq sistemasi ham yana davom etgan. 16lik sanoq sistemasida ko'rib turganingizdek 0 dan 9 gacha son, A dan F gacha harf belgilangan. Bu sonlarni turli sanoq sistemalarida ifodalanishiga namuna bo'la oladi. Xo'sh, ikkilikdan o'nlikka o'tish, ya'ni pozitsion usul. Ikkilik sonini o'nlikka o'tkazish uchun har bir raqamni uni darajasiga ko'paytirib chiqamiz. Darajalar doim o'ngdan chapga qarab 0 dan boshlab hisoblanadi. Keyin qadamlar. Mana qadamlar berilgan. Ikkilik sonini tepasiga o'ngdan chapga, ya'ni 0, 1, 2 ko'rinishida tartiblab yozib chiqamiz. Har bir raqamni 2 ga ko'paytirib, mos darajasiga ko'paytirib chiqamiz. Keyin ko'paytirib chiqqan sonlarimizni hosil bo'lgan sonlarga qo'shamiz. Bu yerda misol qilib ko'rsatamiz. Masalan, 1 0 1 1 0 1. Ya'ni bu yerda ikkilik sanoq sistemasida berilgan son. Uni qanday o'nlik sanoq sistemasiga o'tkazsa bo'ladi? Bu biz aytdik, har bir raqamni 2 ning darajasiga ko'paytirib, masalan, mana bu yerda 0 birlarni 2 ning darajasiga ko'paytiramiz. Ya'ni bu yerda oxirgi bir raqamini tepasiga 0 yozamiz, ya'ni o'ngdan chapga raqamlab boramiz. Bu yerda raqamlangan 1 ko'paytirilgan, mana bu yerda birinchi raqam 2 ning 5-darajasi, ya'ni 5-songa to'g'ri kelgani uchun 2 ning 5-darajasi deb yozilgan. 1 ko'paytirilgan 2 ning 5-darajasi plus 0 ko'paytgan 2 ning 4-darajasi plus 1 ko'paytirilgan 2 ning 3-darajasi va 1 ko'paytirilgan 2 ning 2-darajasi plus 0 ko'paytirilgan 2 ning darajasi plus 1 ko'paytirilgan 2 ning 0-darajasi xuddi shu ko'rinishda yoziladi.
Endi buni ko'paytirib chiqqanimizdan keyin 2 ning 5 darajasi 32 hisoblanadi. 2 ning 4 darajasi 16, 16 ni 0 ga ko'paytirsak tabiiyki 0. Keyin 2 ning 3 darajasi bor. Bu yerda 8, 8 ni 1 ga ko'paytirsak 8. 2 ning 2 darajasi bor. 4, 4 ni 1 ga ko'paytirsak 4. Keyin bu yerda 2 ning 1 darajasi 2, 2 ni 0 ga ko'paytirsak tabiiyki 0 bo'ladi. Bu yerda 2 ning 0 darajasi 1 ga teng. Buni matematikada ham bilamiz. Ya'ni 2 ning 0 darajasi 1, 1 ni 1 ga ko'paytirsak 1. Chiqqan sonlarni qo'shamiz va hosil bo'lgan son 45. Ya'ni 1 0 1 1 0 1 ikkilikda berilgan sonning o'nlikdagi qiyofasi 45 hisoblanadi. Chiqqan sonimiz 45. Xo'sh, qolgan shunday sonlarni ham xuddi shu tarzda darajalarga ko'paytirib, keyin qo'shib chiqib hisoblasak bo'ladi. Xo'sh, endi mantiqiy amallar. Qanday mantiqiy amallar bor? Mantiqiy amallar and, or, not, or amallar hisoblanadi. And ikki kirish 1 bo'lsa, chiqish ham 1 bo'ladi. Ya'ni ko'paytirishga o'xshaydi. O'zi buni ko'paytirish deb aytsak ham bo'ladi. Or kamida bitta 1 bo'lsa, chiqish ham 1 bo'ladi. Ya'ni buni qo'shish deb ayta olamiz. Not bitta kirish qiymati inkor etadi. 0 ni 1 ga, 1 ni 0 ga aylantirib beradi. Or faqat bitta 1 bo'lsa, chiqishi ham 1 ga teng, chiqishi 1 ga teng emasligini anglatadi, ya'ni inkor qiladi. Bu almashtirib bersa, u inkor qiladi. Keyingisi bu yerda kengaytirilib ko'rsatilgan. Undan oldin biz misollar bilan ko'rsatishimiz mumkin. Not, and, or, or. Quyidagicha o'zlaringiz ko'rib tahlil qilib olsangiz bo'ladi. Xo'sh, ko'paytirish va qo'shishni o'rgatib o'tsak, ko'paytirish, mantiqiy ko'paytirish, ya'ni and, konjuksiya deb ham ataladi bu matematikada. Bu amalni kundalik hayotda va bog'lovchisi deb ham tushuntirish mumkin, oddiygina yodda qolarli qilib, ya'ni ko'paytirish. Natija faqat barcha kirish signallari 1 bo'lganda, ya'ni 1 bu rost hisoblanadi, 0 esa yolg'on. Rost bo'ladi. Agar bittagina kirish 0 bo'lsa, natija 0 ga teng bo'ladi. O'sha bu yerda ko'rib o'tishingiz mumkin, a ko'paytirilgan 1, ya'ni bu yozilishi, keyin bu yerda shu belgi ham va belgisi o'rniga ishlatiladi yoki-da bu belgi ham va belgi o'rniga ishlatilishi mumkin. Qoidasi hammasi rost bo'lsa, rost, qolgan hollarda yolg'on hisoblanadi. Mantiqiy qo'shilish or, ya'ni dizyuksiya. Bu amal yoki bog'lovchisiga ham to'g'ri keladi, ya'ni oddiygina qilib qo'shish deyishimiz ham mumkin yoki deb atashimiz ham mumkin. Kamida bitta signal 1 bo'lsa, natija 1, ya'ni rost chiqishi mumkin. Agar faqat barcha kirishlar 0 bo'lganda, natija 0 bo'ladi. Boshqa hollarda 0 bo'lmagan hollarda 1 bo'lishi ham mumkin. Xo'sh, belgilanishi plus belgi ham bo'lishi mumkin. Bunaqa belgi ham bo'lishi mumkin yoki-da to'g'ri tik tushgan chiziq ham bo'lishi mumkin. Xo'sh, qoidasiga keladigan bo'lsa, kamida bitta rost bo'lsa, rost. Faqat hammasi yolg'on bo'lsa, yolg'on hisoblanadi. Xo'sh, bugun ko'rib o'tdik sizlar bilan sinov sistemasi nima qisqacha mazmunda tushuntirib o'tildi. Keyin qanday sinov sistemalari bor, ular qanday belgilanadi, qanday raqamlar, sonlar, harflar bilan yoziladi, shularni ko'rib o'tdik. Keyin bu yerda 2likdan 10likka o'tkazish qanday bo'lishini, ya'ni darajalar bilan belgilanishi, qo'shilishi, shularni ko'rib o'tdik. Keyin bu yerda mantiq amallarni ko'rib o'tdik. Xo'sh, bugungi mavzumiz shundan iborat edi. Kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr. Tushunmagan savollaringizni kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin. Sog'likda, salomatlikda ko'rishguncha, xayr.